Hi guys, welcome to my channel. Men Farangiz, YouTube kanalimga xush kelibsizlar. Bu qiz yana qaytib ketadi deb o'ylashingiz mumkin. Bu yana bizda weekend vlog. Bugun yakshanba va bugun biz bitta eventga boramiz. O'tda xuddi TED Talksga o'xshaydi, faqat sal boshqacharoq. Uning nomi UTX. Bugun shu haqida vlog bo'ladi. Hozir boramiz. O'tda men ham speaker sifatida chiqaman. Shu uchun vlogni oxirigacha ko'ringlar. Juda ham qiziqarli bo'ladi. Va meni orqamda fonda archa. Уже dekabr keldi, biz archa bezatib qo'ydik. Yangi yil yaqin. Уже 26-yil kelyapti. Okay, men ketishim kerak, shoshaman. Havo o'ta ajoyib. Chista kuz bo'lyapti. Lekin bilasizlarmi, eng yomoni nima? Men speaker sifatida chiqaman. Lekin ovozimni ko'rib turibsizlar. Buncha ko'p bo'lmaydi, leksiyaga o'xshab 2 soat gapirmayman. Teta bir 10 minut, 15 minutlar gapirsam yetadi. Shungacha ovozim chidab bersa bo'ldi. Tomoq og'rig'ini bosish uchun choy oldim. Bosta qora choy. Hech narsasiz. Shuni ichib olaman deb boshlanuvchi. Voy, mamba vibe. Chiroyli. Biz yetib keldik. Oskamza. Logosi yuridическийga o'xshab turadi. Идите встав, встав. Bu joyda mana eventdan speech videosi bo'lish mumkin edi, lekin men hech kimga aytib qo'yapman. Videoga olinglar deb, videoga olingan bo'lsa ham hozir bu YouTube vlogni variantiga to'g'ri kelmaydi. Men birinchi bo'lib speaker bo'lgandim. Lekin sizlar xavotir olmanglar. Agar meni YouTube kanalimda bo'lsanglar, sizlar o'sha bu temadagi videoyimni ko'rgansizlar. Ya'ni men eventda qanaqa mavzuda gapirdim? What is the meaning of life and how we can be truly happy? Ya'ni 2 oy oldin YouTube'imga bu haqda o'zim video qo'ygandim. Xuddi o'shani auditoriyada prezentatsiya orqali speaker sifatida gapirib berdim. Xuddi shu mavzuni. Shu uchun agar meni fikrlarim o'sha eventda qanaqa gaplarni gapirganim qiziq bo'lsa, mana link orqali ko'rsangiz bo'ladi, yoki bu tomonda yoki bu tomonda chiqadi, yoki shu videoni havolasiga ham qo'yib o'taman, o'shadan ko'rsangiz bo'ladi. Agar prezentatsiya bilan ko'rmoqchi bo'lsanglar, prezentatsiya men qiziq bo'lsa, uni Telegram kanalimga tashab qo'yman, bemalol o'shadan olib prezentatsiyani o'zini ko'rib ham tushunsangiz bo'ladi, nima haqida, qanaqa gap ketgan, qanaqa ideyalar ulashganman, hammasini bilsangiz bo'ladi. Rahmat. Endi davom etamiz. Qolgan speakerlarni, speechlaridan kichkina lavhalarni ko'rishingiz mumkin. We got this kind of stickers, I guess for computer or something else. I like this one. Maybe before taking the extremely important exam to decide your future. Why do I even need it?
Why am I just struggling to understand this simple concept? But later on, I understood that I needed in order. You can write as much as you want. And all this will be anonymous, so no one will know what you write. Короче, bularga biz hozir oxirida anonimli tekstlar yozamiz. Speakerlar haqida. Keyin buni o'qib berishadi bizga. Hammasi tugagandan keyin. Keyin romitga solamiz. So, the first one. They are easy to read. Like crafting things, easy. Like everyone can do it. Reading one page only. Made by designers, also in art. You read books, and this is all art-related activities. So please just remember that. But yet, it has to be observed from different notions, from different angles, and from different opinions. And now, before keeping in mind the time, take a moment and just. Not you're the mafia. Everybody's opinion. Everybody will have word or either imposter. They will be either they will have either word or them will be either imposter. Okay. So got it. Okay. Here is that we are having coffee break with. And also they are preparing something. Do you want to say something? Do you want to say something for my vlog? Hello guys. Thank you. Yeah. What is this? What is this? I have literally no idea because I've not really been informed about it. Yeah, but I think it's something really tasty. Exactly, that because like it looks so much cheesy, you know. Okay, we're hungry and it works. Excellent. Learn how interesting. Damn pretty boy. No. Actually, it is a boss is good boy. Yeah. Good boy. Like there's Thank you. Stay home. We got a lot of feedbacks like this. Biz the event was together and we can see that. Sertifikatlarni ham oldim, sovg'alarni ham oldim. Endi uyga ketsak bo'ladi. Uzun oy qarog'im. Vaqt qanaqa o'tganini sezmadim. Kutganimdan vishi zo'r bo'ldi. Da. Kichkinagina community, lekin zo'r bo'ldi. Shunaqa eventlarni yaxshi ko'raman. So guys, vlog shu yerda tugatamiz. Mani zaryadkam o'chotdi. Va buguncha videoga olmayman, shuning uchun videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz like bosing, kanalimga obuna bo'ling va vlog yoqdimi? Обязательно kommentariy yozib ketinglar. Пока.